Diabet degani bu faqat qaynatmalar va bemaza ovqatlar yeyish kerak degani emas. Ko'pchilik bemorlar so'rashadi, ya'ni qandli diabetda hamma narsa mumkin emas ekan. O'zi nima yeyish mumkin? Shuning uchun bugun sizlarga nonushtadan tortib to kechki ovqatgacha bo'lgan bir kunlik menyungizni tuzib beraman. Bu ovqatlar, mahsulotlar sizdagi qondagi qand miqdoringizni ko'tarib yubormaydi va bu mahsulotlar sizning sog'lig'ingizga naborat plusga ishlaydigan mahsulotlar hisoblanadi. Demak, birinchi bo'lib nonushtani ko'rib chiqamiz. Nonushtaga eng yaxshi tanlov bu oqsillar va yog'lar bo'lgani yaxshi. Ya'ni oqsillardan nimani olamiz? Ikkita tuxum olsak bo'ladi. Tuxum qandli diabetda bemalol mumkin. Bu qondagi qand miqdorini ko'tarib yubormaydi. Va plus oddiy sariyog' qo'shib yesangiz bo'ladi va oddiy kepakli non. Bu yerda oddiy oq non mumkin emas va oddiy qora non ham mumkin emas. Qora non ham bu oddiy uglevodlardan tashkil topgan, faqat kepakli nonni yesangiz bo'ladi va bu sizga idealni zavtrak hisoblanadi. Va bizda O'zbekistonda bu mahsulotlarni bemalol topsangiz bo'ladi va bu oqsillar sizda to'yish hissini uzoqroq vaqt davomida va sizga o'sha tushlikkacha bo'lgan vaqtgacha to'yish hissini uzoqroq berib turadi. Sizda tez-tez ochiq qolish hissi bo'lmaydi. Va bu mahsulotlar sizga uzoqroq vaqt davomida energiya berib turadi. O'sha aytganimdek tarkibida sariyog'lar, sahrli diabetda mumkin, faqat miqdorini ko'p emas, ozgina bir choy qoshiq davomida yesangiz bo'ladi. Siz nonushtaga manniy kashani umuman qo'shmasligingiz kerak va siz agar kasha yemoqchi bo'lsangiz, bunga umuman sut mahsulotlarini qo'shmang. Chunki sutning tarkibida laktoza, ya'ni sut shakari bo'lib, bu ham oddiy glyukozaga aylanadi va qondagi qand miqdori juda tez ko'tarib boradi. Siz albatta ertalabga ovsyaniy kashani faqat o'sha sut qo'shmasdan, shakar qo'shmasdan tayyorlasangiz bu juda ham foydali bo'ladi. Buni tarkibida kletchatkalar yaxshi va oqsillar ko'p saqlaydi. Yoki o'rniga grechkali bo'tqani aralashtirib, o'rniga misol uchun bir kun ovsyaniy kasha, bir kun o'sha grechkali kasha, bir kun o'sha tuxum, o'sha bilan almashtirishingiz mumkin. Endi biz tushlikka to'xtaladigan bo'lsak, tushlikda bizlar to'g'ri ovqatlanish tarelkasiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni tasavvur qiling, siz o'rtacha 100 gram narsa yemoqchisiz. Tarelkangiz 100 gramni tashkil qilsa, bu tarelkani 50%, ya'ni yarim qismi 50 grami sizda ko'katlar, zelenlar bo'lishi, bundan tashqari o'sha sabzavotlarni bo'lishi kerak. Bular kletchatkaga boy bo'lib, o'sha siz yeyilayotgan uglevodlarning so'rilishini pasaytiradi va sizga juda ham foydali. Bularning tarkibida vitamin gruppalari juda ham ko'p saqlaydi. Endi mana shu tarelkani bizlarda yarmi qoldi, 50% qoldi. Mana shu 50 ni ham bizlar 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 25% bizlarda oqsillarni tashkil qilish kerak. Bu oqsillarni siz mol go'shtidan olishingiz mumkin, tovuq go'shtidan olishingiz mumkin yoki baliqlar qo'shishingiz mumkin. Oqsillar sizda o'sha qurilish materiali hisoblanadi. Qandli diabetda vesingiz ketib qolmasligi uchun oqsillarni muntazam ratsioningizga qo'shing. Ya'ni o'sha to'g'ri ovqatlanish tarelkasiga o'sha aytdik-ku 50% qismi kletchatka bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha ko'katlar, sabzavotlar, salatlarni bo'lishi. 25% oqsillardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Bu yerda asosan go'sht mahsulotlari, tuxum mahsulotlari tushuniladi va 25% qismi uglevodlar bo'lishi kerak. Ya'ni biz qandli diabetda to'liq uglevodlardan voz kecha olmaymiz. Bizlarga uglevodlar kerak. Chunki birinchi bizlarda parchalanib energiya beradigan mahsulotlar uglevodlar. Faqat qandli diabetda uglevodlarni biz tanlashimiz kerak. Ya'ni tez o'zlashtirilmaydigan uglevodlarni ratsionga qo'shsak, sizdagi qondagi qand miqdoringiz ko'tarilmaydi. Ya'ni nima bo'lishi kerak bu yerda? Grechka bo'lishi mumkin, dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin. Bu mahsulotlar tarkibidagi uglevodlar juda sekin so'riladi va qandli diabetda bular foydali hisoblanadi va bu dukkaklilar va bu uglevodlar sizda o'sha mushak massangizni ham ketib qolishini saqlaydi. Chunki mana sizni ichki a'zolaringiz, nerv sistemangiz, o'zingiz harakat qilasiz, organizm doim energiyaga muhtoj bo'ladi. Mana shu energiyani bizlarda birinchi bo'lib uglevodlar beradi. Agar siz uglevodlar ratsionga qo'shmaydigan bo'lsangiz, bu energiya sizda o'zingizni zaxirangizdan ketishni boshlaydi. Ya'ni mushaklaringizdan ketishni boshlaydi. Shuni hisobiga ba'zi bir bemorlarda uglevodlarni mutlaq cheklagan bemorlarda ya'ni o'sha ves tashlash ham kuzatiladi.
Agar siz obedga sho'rva ichmoqchi bo'lsangiz, sho'rvani tarkibidagi kartoshkaga e'tibor bering. Siz ko'p kartoshka yemang, chunki kartoshka bu kraxmal, ya'ni polisaxaridlarga kiradi. Qondagi qand miqdorini juda tez ko'tarib boradi. Qandli diabetda kartoshka mumkin, faqat siz juda kichkina ozgina bo'lagini yesangiz bo'ladi. Agar siz obedga osh yemoqchi bo'lsangiz, oshni tarkibida guruchga e'tibor bering. Agar u lazerdan va alangadan tayyorlangan bo'lsa, bu oshni yemaganingiz yaxshi. Uni o'rniga devziradan tayyorlangan oshni iste'mol qilsangiz, bu sahrni kamroq darajada ko'taradi. Agar sizga qaysi milliy taomlarimiz sahrni ko'taradi, ko'tarmaydi, shu haqida qiziqarli ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bu haqida profilimizga video joylangan. Bundan oldingi videoni ko'ring. Milliy taomlarimiz haqida sizga to'liq batafsil ma'lumot berilgan. Agar siz asosiy ovqatlar orasida qo'shimcha ovqat yegingiz kelib qolsa, deylik qorningiz ochib qoldi, nimadir yegingiz keldi, bunda siz asosiy ovqat qo'shmasdan mahsulotlardan olganingiz yaxshi, ya'ni yong'oq bo'lishi mumkin, tabiiy mahsulotlardan. Bundan tashqari bitta olma donasini yesangiz bo'ladi. Faqat ko'k olma, semerinka bu qandli diabetga juda ham foydali. Bu qo'shimcha ovqatga siz har xil shirinliklarni qo'shmang, ya'ni pechenye bo'lishi mumkin. Bularni ozgina miqdori ham sahrni juda ham tez ko'tarib yuboradi. Endi ichimliklar masalasida ham juda e'tiborli bo'ling. Ya'ni siz ichimliklar ichganda do'kondagi yoki uydagi tayyorlangan har xil shirin, shakar kompotlarni yoki soklarni ichmang, chunki bular tarkibida shakar juda ham ko'p miqdorda bo'ladi. Siz buni o'rniga oddiy namatakli choy ichishingiz mumkin. Namatak bu vitamin C bo'lib, tarkibida shakar saqlamaydi va sizni sahringizni ko'tarmaydi. Naborat immun sistemangizni yaxshi faollashtirib beradi va bundan tashqari oddiy suv yoki ko'k choy, qora choyni ichishingiz mumkin. Qandli diabetda buni bemalol iste'mol qilsa bo'ladigan suv mahsulotlariga kiradi. Ko'proq suv iching qandli diabetda, chunki suv qonni suyultirib yuradi va mana aynan hozir issiq mavsumda qonni quyuqlash kuzatiladi, chunki bizlar havo orqali, bug' orqali va terimiz orqali ko'p suvni yo'qotamiz va qandli diabetda bu vaqtda qondagi qand miqdorini ozgina ko'tarilishi kuzatilishi mumkin. O'sha qonni konsentratsiyasi quyuqlash hisobiga. Siz yoz mavsumlarida va yilning qaysi qismidan bo'lishidan qat'iy nazar suv balansiga albatta e'tibor bering. Ko'proq suyuqlik ichsangiz qondagi shakar miqdori buyraklar orqali chiqib, qondagi shakar miqdori tezroq tushishiga yordam beradi. Va bundan tashqari sizda o'sha metabolizmni yaxshi bo'lishida ham suv albatta kerak. Agar sizga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni qandli diabeti bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.